Assalamu alaykum qarindoshlar. Uzun bo'ldi biz ekranda ko'rishmagani. Men sizlarni seg'inib qopdim, sizlar meni seg'inib qolgansizlar. Mushu kasal sababidan nurg'un ishlar o'tib ketdi. Men ekranga chiqmadim. Bu kasal butun dunyo xalqini parakanda qilyotdi. Alloh bu kasaldan mening xalqimni va butun dunyo xalqini omon eson o'tib ketganini nasib qilsin. Bütün dünyanın hamma yerdagi qarindoshlarim sizlarga samimiy salom, oliy ehtirom. Bugün bu ekranga chiqishdagi sababim bir masala bilan chiqdim. U bo'lsa-mu, men 3 kunning yaqisiga bir bayonot e'lon qildim. Vaksina to'g'riliq Xitoyning vaksina nim qildi. O'zinglarning xabari bor qarindoshlar. Ma gap kichik gap emas. Men o'tganda mush sotqi Uyghur masalasini sotqi berish to'g'riliq qayta 7-8 qatim so'zladim. O'zimiz mangduq bu ishqa. Axir berildi. Endi budo, endi men mushu vaksina to'g'riliq so'zlayman. Sabab dünyanın hamma yerida bu vaksinani sinab qilgan vaqtida mayli Amerikada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, Rossiyada bo'lsin, hayvonotlarga sinab qildi qarindoshlar. Hozir Xitoy hukumatı bu vaksinani o'zining ishlaganligini ilgari suryapti. Xitoy hukumatı bu vaksinani Uyghur balalarning ustida, Uyghur yoshlarning ustidan, ayollar ustidan, Uyghur fuqarolari ustidan yurgizdi deydigan gumonim bor qarindoshlar. Gumanım emas, bunda paketlik narsalarni qo'limizga tushyapti. Masalan, o'tganda Dongbiga aketgan yoshlar, Dongbida shu burunqi Yaponiya bilan qilgan bir nima bor, Yaponiyaning eski bir sinoq organi bor. Shu sinoq organga Uyg'urlarni ashaga aketgan Uyg'urlar g'oyib bo'ldi degan bizga oqimoq uchurlar keldi qarindoshlar. Shu men Xitoy hukumatiningki bu qitimqi kasalni bizning vatanimizda kesel taqavatı tab adamlarını öygü soludu. İnşallah ulundan saqqalab bizden halkımız taqap ketmez. Meyli kim bolsun, her millet halkı bu keselden saqqalsın. Lekin muş dünyanın Uygur'un ki bedeninde Uygur'un bütün halkının bedeninde muş keselini lagerda yetivatkan ayallar, balalar hem işkirik eketkenler üstüde sınav qilganligi haqida qattiq gumonimizning bor ekanligini dunyoga murojaat qilinglar. Her bir tashkilotlar sizlar o'zinglar turayotgan davlatlarga berib, Xitoydan mushun tekshirib berishni talab qilinglar. Biz buni aniqlab chiqishimiz kerak. Bu chaqchaqilgan gap emas, Uyg'urning ustidan buni sinov qilayotganligi haqida nurg'un gaplar chiqyapti. Men mushuningga hamma tashkilotlarni chaqiriq qilman. Bütün dünyadagi tashkilotlar, mayli ma'rif bo'lsin, mayli olmalar bo'lsin, mayli qurultoy bo'lsin, mayli majlis bo'lsin, mayli mustaqillik harakati bo'lsin, mayli partiyalar bo'lsin, o'zinglar turayotgan davlatdagi sahiya o'rinlariga va hukumatga, parlamentga Xitoyning mushu vaksinini kimga sinab qilayotganligini, nimaga sinab qilayotganligini, bo'libmi Uyg'ur ustidan ep berayotgan narsa ustida tekshirish, ep berish kerak ekanligi haqida deklarat yozib, o'zinglar yo'l meninglar demoqchi. Men mush tashkilotlarni shuningga chaqiriq qilaman. Va boshqa ziyolilarmi, qo'lingizdan keladiganlar odamlar, mayli Amerikaning o'zida State Department Kongress hamma yerga shuni yozinglar. Biz mush haqida bir harakat ep berishimiz kerak. Rahmat sizlarga.